Maktabdan chiqib har kuni deyarli kompyuterxonalarga boradigan bo'lib qolganmiz. Dadam bilib qolgan. Uydagilardan pul so'rashga bo'lmagan. O'sha vaqtda telefondan voz kechishga to'g'ri kelgan. O'z maqsad ishga kirish emas edi. Bu yerga PDP akademiyasiga kelishdan maqsad bilim o'rganish edi ko'proq. Suhbatdan o'tganman, lekin menga u yerdagi muhit yoqmagan. Bizda Bobur aka Amirov menga bergan eng yaxshi maslahati hozir ham aktual deb o'ylayman. O'zingizdan kuchli bo'lgan dasturchilar bo'lmagan joyda qancha pul bersa ham ishlamagan ma'qul degan maslahatni bergandilar. Assalomu alaykum. Mening ismim Jasurbek. Jizzax viloyati Zomin tumanidanman. PDP akademiyasini 2024-yil aprel oyida bitirganman. Hozirgi kunda Toshkent axborot texnologiya universiteti 4-kurs talabasiman va shu bilan birgalikda Yagona integrator Uzinfocom kompaniyasida Python backend dasturchi bo'lib ishlayman. Bolalik yillarimizda shu kompyuterga qiziqish boshlangan. Maktabga chiqar vaqtlarimiz o'rtoqlarim kompyuterxonaga olib borishgan. Kompyuterxonaga borib, kompyuterxonaga ko'pincha biz faqat o'yin uchun borardik. Maktabdan chiqib har kuni deyarli kompyuterxonalarga boradigan bo'lib qolganmiz. Dadam bilib qolgan. Shu o'yinga bo'lgan qiziqishimni kompyuterni bu tomoniga burgan. Ya'ni o'zi qanaqa ishlaydi, Word, Excel'larda qanaqa ishlaydi, o'zi kompyuterni aslida nima, shu narsalarni tushuntirib, dadam qiziqishimni boshqa tomonga burgan. Chegaralashning o'rniga o'zlari kompyuter olib berib, o'zlari ko'p narsani o'rgatgan. Shu Word, Excel'larni ham dadam o'zi erinmasdan o'tirib o'rgatganlar. O'sha shaxsiy kompyuter haqida o'zi tushunchalarga ega bo'lib, qiziqish ortgan. Shu kompyuterning o'zi ishlash prinsipi qanaqa, kodlari, yoziladi, qanaqa yoziladi, shu narsalarga qiziqib boshlaganman. Tom ma'noda aytadigan bo'lsak, dadam shu IT sohasiga kirishimga sababchi bo'lgan. Keyinchalik informatika darslarida Pascal dasturlash tilini o'tganmiz maktabda. Shundan qiziqish boshlangan. Keyin o'zimga maqsad qo'yganman, Toshkent axborot texnologiya universitetiga kirish maqsad qo'yganman. 10-11-sinfdan matematika, fizika tayyorlanib, keyin universitetga topshirganman. O'zi ota-onam ikkalasi ham oliy ma'lumotli bo'lgani uchun, onam o'qituvchi bo'lgani uchun bizda ilm juda ham qadrlanadi oilamizda. Onam o'qishimizga ham juda ham e'tiborli bo'lgan. Oilada 4 ta farzandmiz, har birimiz o'qishimizga alohida e'tibor qaratadilar onam. Toshkentga o'qishga kirgandan keyin PDP akademiyasi haqida 1-kurs yarmida eshitganman. Shunaqa dasturlashni o'rgatadigan akademiya bor deb eshitganman. O'zimni to'g'risi PDP akademiyaga kelishimdan oldin shunaqa narsa bo'lgan. Ya'ni o'zim internetdan o'rganib ko'rmoqchi bo'lganman. To'g'risi endi qat'iyat yetishmagan o'sha vaqtda. O'zim o'rgana olmaganman. Keyin o'ylaganman, shu menga o'qituvchi kerak. Kelib ko'rganman. Birinchi Unicorn loyihasiga topshirganman. Unicorn loyihasida ingliz tilim yetishmaganligi sababli o'qiy olmaganman. Keyin yana 1 yil davomida qattiq tayyorlanib ko'rib kelaman deganimda Unicorn loyihasi to'xtatilgan. Keyin o'zim shunchaki o'qishga qaror qilganman. PDP akademiyasida o'qishni boshlashda foundation kursidan boshlaganman. O'sha vaqtda 2 haftalik dars berishgan boshida. 2 hafta aynan shu soha siznikimi yo'qmi? Shuni o'ylab ko'rish uchun 2 haftalik dars berishadi. Shu 2 haftalik darsga uydagilar endi biz baribir talabamiz. Uydagilardan pul so'rashga bo'lmagan. O'sha vaqtda telefondan voz kechishga to'g'ri kelgan. Telefonimni sotib 2 haftalik darsga kelganman. Menga yoqqan darslar, shu sohadan ketmoqchi bo'lganman. Shundan keyin uydagilarga aytganman. Uydagilar bu narsani qo'llab-quvvatlashgan. Baribir bo'ladi, hamma oilada qiyin vaziyatlarda ham uydagilarim o'qishim uchun pul topib berishgan. Bu uchun ota-onamdan juda ham minnatdorman. O'qish boshlangan. Foundation 2,5 oy davomida 2023-yil fevralda boshlangan foundation. Keyin may oyida tugatdik. Foundationda ikkala imtihonda ham 100 ball olganman. Qiyinchilik bo'lgan, uyqu bo'lgan. Chunki universitetda ham o'qish bo'lgan. Abitdan keyin biz PDPda o'qirdik. Uyqu yetishmasdi. To'g'risi o'zim qiziqqanim uchun unchalik qiyinchilik bo'lmagan. Meni fikrimcha mentorlarimiz ham zo'r bo'lgan. Bobur aka Amirov, Turonbek aka bizga dars o'tishgan asosiy kursda. Universitet kerak bo'lsa universitet darslarini tashab, faqat shu bilan shug'ullangan vaqtlarim ham bo'lgan qanchadir muddat. O'qish davomida bizga yana qo'shimcha qulaylik sifatida mentorimiz tomonidan qo'shimcha darslar qo'yib borilardi. Yakshanba kuni masalan qanaqadir mavzuni tushunmay qolsak yoki o'sha mavzu bo'yicha qanaqadir qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa,
Yakshanba kuni qo'shimcha dars qo'yilardi. Yakshanba kuni hamma kelib o'sha darsni mentorimiz tushuntirib beradilar. Shu kungacha amalga oshirgan loyihalarimizga keladigan bo'lsak, PDP akademiyasini bitiruv loyihasini qilganmiz. Bu bitiruv loyihasida shu magazinlarni avtomatlashtirish telefon orqali, ya'ni masalan do'kon egasi shu ilovani sotib oladi bizdan. Ilova bo'yicha o'sha mahsulotdan QR kodlarni saqlab oladida, sotayotgan vaqti o'sha QR kodlarni telefondan o'tkazib, sotib, tahlil qilish uchun to'liq imkoniyatlarni beradi. Hozirgi ishlayotgan joyimda ham juda ham katta loyihalar bilan ishlaymiz. Ishxona bilan tuzgan shartnoma bo'yicha bu loyihalarni aytishim mumkin emas, lekin juda ham katta tajriba beryapti bu loyihalar. Davlat miqyosidagi loyihalarda ishlayapman hozir. O'qish davomida ishga kirish haqida umuman o'ylamaganman, to'g'risi. Chunki biz maqsad ishga kirish emas edi. Bu yerga PDP akademiyasiga kelishdan maqsad bilim o'rganish edi, ko'proq maqsad. 9-modulgacha ishga kirish haqida umuman o'ylamaganman. Keyin darsda mentorimiz so'rab qoldi, Bobur aka Amirov so'rab qoldi. Rezyume taqlayapsizlarmi, rezyume tayyorlayapsizlarmi deb so'raganda o'sha vaqtda tushunganman. Shu rezyume taqlash kerak, ishga topshirib ko'rish kerak. Keyin rezyume taqlab turib, har xil kompaniyalarga yuborib ko'rganman. Ko'p joydan deyarli javob berishmagan. Ba'zi joylardan javob berishgan. Bittasiga suhbatga borganman. Suhbatdan o'tganman-u, lekin menga u yerdagi muhit yoqmagan. Bizda Bobur aka Amirov menga bergan eng yaxshi maslahati hozir ham aktual deb o'ylayman. O'zingizdan kuchli bo'lgan dasturchilar bo'lmagan joyda qancha pul bersa ham ishlamagan ma'qul degan maslahatni bergandilar. Shu birinchi topshirgan joyimga suhbatga chaqirishganda men borganim, mendan kuchli dasturchi yo'q edi, chunki aynan meni yo'nalishimda mendan kuchli umuman dasturchilar yo'q edi. Meni olishmoqchi edi, lekin men rad etganman, chunki o'zimdan kuchli dasturchi yo'q. U yerda hech qanaqangi tajriba yoki qanaqadir yangi narsa olish imkoniyatim kamroq deb o'ylaganman. PDPda bitiruv loyihasini topshirdik. O'sha vaqtda 10 kun yoki 15 kundan keyin Bobur aka Amirov o'zlari yozib qoldilar. Ustozim o'zi Uzinfocomda ishlaganlari uchun stajirovka bor. Agar ishga kirmagan bo'lsangiz, stajirovkada ham ishlayverasizmi deb taklif bergandilar. Uzinfocomga birinchi marta suhbatga borganimda, shu suhbatdan o'tganman-u, lekin juda ham qiyin bo'lgan. Menga asosiy ma'lumotlar bazasida so'rovlarni yuborish bo'yicha ko'proq savol bo'lgan. Men o'zim juda ham qiynalganman o'sha vaqtda. Lekin o'sha vaqtda mendan suhbat olgan odam nimadir ko'rdi shekilli, qabul qilgandi. Keyin 4,5 oy davomida stajirovka o'tadim Uzinfocomda. Shu stajirovka o'tash jarayonida anchagina tajriba bo'ldi. Hozirda Uzinfocomda Python backend dasturchisi bo'lib ishlayman. Juda ham katta tajriba bo'lyapti menga. Hali 8 oy bo'ldi ishga kirganimga. Hali ham har kuni deyarli yangi narsa o'rganaman. Shu o'rinda Uzinfocomda hozir menga o'rgatadigan ustozlarimga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Juda katta tajriba berishyapti. Har kuni yangi narsa o'rgatishadi deyarli. Kelajakda endi yo'nalishni o'zgartirmoqchiman, lekin aynan shu sohada qolmoqchiman. Masalan, hozir soham Python backend dasturchisi bo'lsam, sun'iy intellekt bo'yicha magistraturada o'qimoqchiman chet davlatda. Universitetlarni qidirib ko'rdim. Italiyada Polito universitetini ko'rdim, sun'iy intellekt. Yana boshqa universitetlar ham bor. Asosiy hozir ko'zlanib turgan Italiyada. Kelajakda sun'iy intellekt bo'yicha dasturchi bo'lmoqchiman. O'qish davomida shu qanaqadir endi baribir hammada ham bo'ladi. Erinchoqlik yoki yoqmaydi. Shunaqa vaqtlarda odamga motivatsiya bo'ladi. Uydagilar qo'llab-quvvatlardi. Hozir masalan qiyin vaziyat bo'lsa ham shu o'qish arzon turmaydi. O'qishimga shuncha sharoit yaratib berishyapti. Men bu yerda o'qimayapman, erinyapman degan narsa bo'lardi va shu motivatsiya bo'lib, yana o'qishda kuchliroq turtki bo'lardi.